chaqaloq ko'tarib kelsa hammaga pul berilar. Nima sabab? Nima gap? Nima bo'lyapti? Elsin. Ana sherga o'tiraman. Nima? Ha, berga nima deysan? Bu bularga nima deysan? Tamam. Yo'q. Zabt qo'shib nima? Berga o'g'irlik yo'q, zabt qo'shib. Uyga bordik, biz uyga bordikmi? Yo'q. Ichkariga Borganingiz yo'q. Borganingiz yo'q. Yolg'on gapiraman. Borganingiz yolg'on gapiraman. Hamma yolg'on gapirib o'tir. Borganlaringga kuni bo'lsa uyga bo'lsak. Yolg'on gapirib nima qilay? Borganimiz necha kun Ko'chadan bo'ldi? oldik kim borgan? Sog'liq qog'ozni kiyelab ko'rib berdi. Undan ilgari men 2-3 marta bordim. Keliningizdan so'rab kattasi. Ko'rdim de. Abdumalik ham boryaptimi? Sen ne işine borganmiz enasan? Yo'q, sizni fuqarolaringizda yordamga so'rab kelgan. Nima sababdan chaqasi bilan urib telefon tortib olgan? Kim urdi? Hammasi ishib tortib oldi. Nima urdi? Sabab? Nima sababli? Urgan bo'lsa, Urgan videosi o'chirib taylar. Qo'limdan tortib. ya hali telefon qo'yib zapsga nima? Kimni zaps? Menga kerak zaps. Kimga Ularga kerak? nima farqi bor? Bor Ularga zaps. nima farqi Olib boring zaps. Nima Olib deysiz? boraman. Nima Nima deysiz? uchun Zaps. qilib Bu bermaysiz? haqorat qildim zaps. Nima uchun qilib bermaysiz? Nima qilib beramiz? Nima uchun qilib bermaysiz? Bordi senga. Atkaz qilyapti. Borganlaring yo'q. Nima sen qayerdan bilasan zap borganini? Kim javob beradi? Kim javob beradi? Ikki Bola. marta bordik. Qaysi biring javob berasan o'zi? Alo. Ha, bor mal. Bormayman, javob beradi o'zi. Ishtama. Yerga o'tirgan nima foydasi bor? Ha, chor aka. Abi shunday aka, aytavering uyga. Uyga aytavering. Ha, janjo bir so'rang. La, yur. Yo'q. Yo'q, yurmayman. Ammo uyga boring. Alisherga o'tiraman. Astagfirullah. Menga javob ber. Ya berib o'tirib nima Yo'q, nima sababdan bunday qilyapti? urushgan bo'lsa uribdi, odam chaqirib o'tiraversan buradan Kim qarayib berib o'tiraversan? Kimni qo'riqlaysiz? Javob ber. Javob bergan joyi bor yo'qsan bor. Birinchi bergan nima qilasan? Javob bergan joyga bor turaman. Chaqirasan kimni bo'lsa. Birzikin mana nima qilsang o'zing qil. Yerga javob berin. Mana bo'ldi javob berin. Odamlar eshitdi mana. Nima sababdan telefonim tortib oldi? Telefon zaps qilishga haqqing yo'q. Kim aytdi zaps Ha, qilyapti deb? qilgandir desa. Kirgan odam zaps qilgan kiradimi? Telefon eshikdan vaqt kirishga haqqing yo'q telefon. Nima sabab? Shunday, telefon kir. Nima Sen ursa aytadi, mana uchastka o'tiribdi, mana turibdi. Uchastka Telefon qo'shib zaps qilib nimani zaps? Uchastka birga qo'shilib qilyapti. Nima dedi uchastka? Uchav birga qo'shilib. Nima dedi? Men hozir chiqdim. Ha, zaps qilganmiz, zaps qilma degansan. Shunday qilib oladi. Yaxshi. Yo shunday qilib oladi. O'chirib tayladi qo'lim. Tortib olib o'chirib tayladi qo'limni. Qo'limdan tortib hozir siz kelgandan keyin berdi. Ko'rdingizmi? Dörtte chaqirib olganini chaqib keldim nima bo'ladi? Urgan bo'lsa javob beradi, urgan bo'lsa. Mana shular ham o'tirib. Urganini ko'r. Tashqari urdimi? Ichkariga qamab oldi. Telefonimni tortib olib ichkariga kirgizib oldi. Ursa javob beradi. Javob beradi. Javob berganmiz o'tirib bir qilam, nol qilam. Yerga vag'illama, borda uyingga borda. Kechga ham o'zi hammasi o'zi javob Bachcha beradi. pulini vodkaz qila olmaydi. Qildinglar. Qildinglar, sizlar qilib kel. Borganlaring yo'q, men kunini Ey, inson uyga. qanday odam, sen o'zing jabr qilyapsan. Men senga tushuntirib aytyapman. Bunday qilsang bir narsaga erishmaysan. Nima sababdan? Erishmaysan dersan. Nima sababdan Sen urdi? sabab berma menga. Nima sababdan urdi? Bunday erish kim urdi sen? Urgan bo'lsa uchastka o'tir. Urgan bo'lsa uchastka o'tir. Uchastka o'yin qo'shilib oldi. Uchastka ham urdi. Qo'shilib urdi. Ye? Men nima uchun? Uchastka ahmoq bo'lgansan urib. Shuncha odam turib. Yosh paytgacha nima urdi demadim. Uchastka nima uradsan? Telefon tortib oldi. Telefonni zaps qilganmisan, olgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Nima zap? Yerga Nima yomon ishi bormi Nima bular? haqqi bor? Tirza nima urasan? Tirza nima? Qo'yinglar deb urdi. Qo'ylimni bunday qilibman. Davlat idorasiga urishga Mana haqqing yo'q. shunday qilib ushlagandan keyin. Tamam to'xta, sen. Pulga so'ragani keldingmi yo yashib yurgani kelding? Shuda. Manmi? Mana shunday Nima mahallamda jazo qo'llan? ko'ryapman. Ayol qismaydi. Sizlarga halolat. Nima debdi? Kirib videoga olibsan, videoga Ye? Ha, Senga bedar bo'lsam. Va qasam ko'rib bu xaylani shu ayoldan so'rang. Ko'rib qarab. Moshinning ichiga qarab o'tiribdik. qasam hozir qilmanglar. Eshikni mayni ushlab olib, U eshikdan Nima urasan? Yolg'on gapirmang. Hayla, mana shu ayol. Nima sababdan men o'zimni o'zim kirib Mana eshik shu uraman? ayol begona. Ya o'zimni Nima jazo qo'yinglar, nima yuguradi? Olib ketaman opa. Qog'oz ko'tarib yoz qog'oz. Jazo qil. Men qamashga san olib boraman. Nima urasan idora?
nima hal qilmayman orada Men urishga nima haq? sen nima qilsan yozing Mahallamni kelib yordam berib kelyapti. har qanday sen o'zingni og'ir qilyapsan men senga aytyapman og'ir qilyapsan Nima haqqingiz bor? og'ir qilyapsan men haqqim bor men sherga raisman Haqqingiz yo'q. Men fuqaro yordam so'ragan yordam so'rasang mani oldimga kecha kelding to'g'rimi Bugun men ham seni tushuntirdim kelibman. Erta kel dedingiz, kecha men keldim. keldingam kelib Kel nima qilasan dedingiz. men senga aytdim shunday voqea dedim shunday atkaz qilingan dedim men senga ochiqcha aytdim Yekav men ushlab turdim, mana bu telefonni o'chirib taylar. odam asabiga tegadi Ishlab telefon mana bu o'chirib taylar. Arz yozdi yoz Yoz. yoz yoz men o'zim boraman nachanik Yoz. yoz Ha beri nima foydasi bor o'tirganing? O'tirsan vaqt bilmasang ishim bor. Yo'q, Bir zik sana bir bor. Qilma, hech yerda qiladi.